Assalomu alaykum barchaga. Demak, o'sha CSV tahlillari kelgan hammamizga. Uni sodda variant qilib qo'ydim. Shunchaki mana shu Lesberda ozgina ishlarni bajarasizlar, o'zi bu to'liq tahlil sizga ko'chadi. Demak, nima qilamiz? Birinchi shu Telegramga tashlab qo'yaman hozir jamoaga. O'shandan Excel variantni ochib olasizlar, tashlangan. Ochilgandan keyin birinchi qiladigan ishlaringiz mana shuni ko'paytirib olish. Yani ikkita listni mana shu ikkita oyna ochiladi, ikkita oynani ko'paytirish kerak mana. Ctrl bosasizlar, list 1 ni bosasizlar. Keyin buni sichqoncha o'ng tugmani bosganlaringizda переместить или скопировать mana kopirovat qilamiz. Создать копияni bosamiz. Okni bosamiz mana ikkita ko'chirib berdi. Ikkovini birgalikda kopirovat qilishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Mana yana ko'rsataman, o'ng tugmani bosamiz. Переместить или скопировать, создать kopiyani bosamiz. Okni bosamiz, bo'ldi. Yana bitta ko'chirib berdi. Chunki list 1 6 ga mana shu ikkita list bir-biriga bog'liq holda ko'chirishimiz kerak. Endi xo'p, ochib olganlaringizdan keyin mana shu oyna ochiladi va mana bu oynada umuman hech ish qilmaysizlar. Mana bu 6 deb yozilgan. Endi bilish qo'llash bu shunchaki sizga hamma tahlil chiqarib beradi. Men bu yoqda ish bajarasiz, bu yoqqa bor tahlil chiqarib beradi. Xo'p, o'zgartiradigan joyingiz bu yerda faqat men bu yerga buni ham to'g'rilab qo'yaman. Metod birlashma rahbari degan joyga. Bu ham o'zi ko'chadi. Xullas, narigi men bu listda yozasiz, men bu yerga o'zi ko'chadigan qilib qo'yaman. Xo'p, bunda yo'q ekan, mana shu yerga o'zingiz yozib yuborasizlar. Xullas, metod birlashma rahbari kim, o'qituvchi kim yozib yuborasizlar. Endi xo'p, demak, list 1 ga kirdik. List 1 ga kiramiz. Mana bu yerga sinfimizni yozamiz. Mana 7-chi, masalan D yoki 6-chi E yozasiz xullas. 7-chi D. Mana o'zi bu yoqqa ko'chirib o'tkazaverasiz. Bu yoqqa kelib yozishingiz shart emas. 7-chi D yoki fan man list 1 ga yozsangiz matematika deb turib, mana matematika. O'sha mana ko'chirib o'tkazib bu yoqqa. Tushunarli? Bu yoqqa hech qanaqa tegish kerak emas. Mana 0 turibdi. Bu endi mana kelamiz bilish. Hammada 3 xil bal kelgan. Ya'ni 2.6, 3, 4.nechidir va hokazo. Kelasiz. Bilishga oid o'sha birinchi balingiz nechta savolda bo'lsa, o'shani qo'yasiz. Masalan, bizda 7-sinfda 4 ta ekan. Bilishga oid. Qo'llashga oid 10 ta savol ekan. Nimaga oid? Mulohaza qilishga oid 2 ta savol ekan. Hamma o'zgarib qolibdi. Shuni yozib qo'yaman. Mulohaza qilish. Xullas. Va ballar, masalan 4 ta savol bizda 2 baldan ekan. Endi kimda necha bal bo'lsa, o'shani qo'ysiz. Mana 8 bal o'sha bu yoqqa chiqdimi? Mana bu yoqqa ham 8 bal chiqdi mana. Xo'p, keyin bu 2.6 dan ekan. Xo'p. Keyin mana bu 3 baldan ekan bizda. Mana o'sha bu yoqqa chiqardi hammasini mana. 8, 26, 6 jami 40. Xo'p, endi mana bu yerga kelamiz. Bu yerda qiladigan ishimiz endi masalan 7-da nechta o'quvchi bor, o'shani bu yoqqa ko'chirib olasiz. U uchun E-maktab programmasiga kiramiz. E-maktab platformasiga kirib turib, elektron jurnaldan 7-dan tanlab, o'sha yerdan 7-dan jurnalni eksport qilib olasiz. Eksport qilib turib, mana hozir ko'rsataman uni ham. E-maktab ishlamayapti hozir menda. Shu eksport qilingan Exceldan olib ko'rsataman. Xo'p, mana eksport qilingan variantda, demak, mana shuni belgilab olamiz. Ishoncham o'ng tugmasini bosib, demak, o'ng tugmasini bosamiz va kopirovat bosamiz. Keyin o'zimizni list 1 ga o'tib turib, mana bu yerga kelamiz. Hozir mana hammasi Aslom Shohruh bo'lib turibdi, to'g'rimi? Bu yoqda ham. Ana shu o'zgaradi hozir mana. Mana bunga Ctrl V ni bosdik. Xo'p, buni bunaqa qilaylik. Bo'ldi mana, xullas. Bo'ldi. Endi mana shu bu yoqqa ko'chdi o'zi mana. Ko'chgandan keyingi holatda mana bu ortiqchasi bo'ladi bu yerda mana.
Mana shuni o'chirib yuborish kerak. Mana o'chirdik. Ortiqchasini o'chirib yuboramiz. 32 dan ziyodini udalitni bosamiz, o'chadi. Bu yoqdan ham o'chirib yuborasiz. Bo'lmasa xato hisoblab qo'yishi mumkin. Mana o'chiramiz. Xo'p, endi men bu yerga kelgan holatda xo'p. Mana bu yerda 4 ta savolmidi bilishga oid. Shu 4 dan qoldirib turib, men 5 dan o'chirib tashlash kerak bu yoq ortiqchasini. Endi hammada har xil uchun ko'proq qo'yib qo'ydim. Bilishga oid nechta 10 ta bo'lsa, men bu 5 6 boshlanadi. Hamda belgi 5-6 qilib turib, ikkovsini belgilab turib, men burchaga kelib tortsanglar mana 14 ta bo'ladi. 10 ta bo'lsa, bu yoqdan 2 ta qolishi kerak, ya'ni 15 va 16. Qolganini o'chirib yuboramiz. Tak, ketdi, mana qolganini o'chirdik. Bo'ldi. Endi qiladigan ishimiz nima? Mana bu yerga kelamizda, masalan, Kumushoy 4 ta savoldan nechtasiga javob bergan? Qo'yib chiqamiz. Hammasiga javob bergan, hammasiga 1. Bundan masalan bunaqa tarzda javob bergan. Mana shularga javob bergan. Qolgani 0 qo'yiladi. Xullas, mana shunaqa qo'yib chiqasizlar. Men taxminan qo'yib tashladim. Xullas mana hisobladi jambarlarini. Endi bu yerda qiladigan ish qolmadi. O'zi hamma ma'lumotni u yoqqa Excel tahlil qilib berdi. Siz hech ish qilmadingiz. Faqat shu qiladigan ishingiz mana bu joyini o'zgartirdingiz. Ballan qo'yib chiqdingiz. Sinfingizni nimani faningizni o'zgartirdingiz. Bo'ldi. Faqat mana shu qog'oz variant qilganingiz ham baribir mana shu ishni qiladingiz. Mana shularni o'zgartirdingiz. Ya'ni qo'yib chiqdingiz, to'g'ri yoki nima qilganingizni o'sha mana bunga shundan o'tasiz. Sizga hamma ma'lumotni chiqarib berib qo'yibdi. Mana bilishga oid jami mana shunaqa ball. Xullas 8 ball olyapti. 100% natija, bu 50% natija ko'rsatyapti. Mulohaza qilishdan bu 50% natija ko'rsatyapti. Umumiy foiz 67% bo'lyapti. Bu yoqqa mana bilish ko'rsatkichi 59, qo'llash 35, mulohaza qilishi 34% bo'lyapti o'quvchilar. Endi qarangizlar, hozir mana bu 35 bilan 34 kammi? Bu yoqqa chiqaradi. O'quvchilar mulohaza yuritib va qo'llashda ko'proq xatoliklarga yo'l qo'ygan. Hozir men shuni o'zgartirsam, hozir men qarangizlar nima qilaman? Xo'p, ammo ko'tarib yuboraman qo'llashni. Mulohaza qilishni ko'tarib yuboraman. Men bu yerga bir qo'yib chiqsam ko'tariladi mulohaza qilish. Xo'p, ko'proq ko'tarishim kerak. Ko'tarildimi ekan mana? Bu yoqqa o'taman. Mana ko'tarilibdi 56. Yana oz mulohaza yuritib qo'llashda turibdi. Yana ozgina ko'tarsak. Xo'p. Menimcha ko'tarildi. Mana 67. Endi mulohaza qilish yaxshi bo'ldi o'quvchilarda. Endi bu yoqqa chiqadi mana, o'zi chiqadi mana. O'quvchilarda bilish va qo'llashda ko'proq xatolik bor. Bilish va qo'llashda, boya turuvda qo'llash bilan mulohaza qilishda. Tushunarli? Menimcha tushunarli bo'ldi. Xato kamchiliklar bo'lsa, aytsizlar, to'g'rilab beraveramiz yana. Hozircha shu. Bu yerda boshqa kamchiligi qolmadi. Mana shu o'zgartiradigan bu va mana bularni qo'yib chiqasizlar va mana bu pastga tushasizlarda metod birlashma rahbari va o'qituvchi. O'shani qo'yasizlar, bo'ldi. Qolgan hech qayerga tegilmaydi. Tushunmovchiliklar bo'lsa yana so'raysizlar.